Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli Chorvaga Barak kanali obunachilari va bizni kanalni muntazam kuzatib borayotgan tomoshabinlar, qo'y ishqibozlari, soliq ishqibozlari. Mana bugun hafta kunimizga dushanba 26-may 2025-yil biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstil oldiga 35 bosh boladan ajragan soliq qo'ylar kelgan ekan Abdulloh ukamizning xonadonlariga. Charchamayapsizlar, obunachilar. Shularda hozir sizlarga qo'ldan kelsa video syomkalar qilib tayyorlab, narxlari arzon bo'ldi. Xudo xolasa hozir videolar qilamiz. Video qarshisiga yaxshilab joylashib olib, videoni boshlab bittadan tirsillatib like bosib qo'yinglar, chunki oxirida eslangdan chiqib qolishi mumkin. Qo'ylarning narxini bomba qilamiz deyaptilar. Qo'ylar ko'p ekan. Bular yangi ketdi. Hammasi boladan ajragan, bular. Aka, hammasi bir partiya boladan ajragan qo'ylar. Boladan ajragan, mana qisir qo'y boqaman deganlar. Yelinlari lopillab turibdi qo'ylarda aka. Ammo yelinlari ham ko'rinib turibdi. Yelinlari lopillab turibdi aka. Hali qo'zini narxida xudo xolasa aka, qo'zidan yaxshi foyda qiladigan qo'ylar aka. Qo'ylar 3 oyda tayyor bo'ladigan mana shu qo'ylar aka, xudo xolasa. Qo'ylar o'zi ja undan urinib ham ketmabdi. Bola boqib, yem yeb turgan qo'ylar aka, yaylovga chiqib yem yegan qo'ylar aka. Yemda ham turgan ekan qo'ylar. Mana hammasi hali ja dumbas pacha bo'lib, hali suvay olib, quruq bo'lib ketmagan, bola boqib. Endi buni videoda qana ko'rinyapti bilmadim, lekin o'zlarini ham yoniga kelib, mana oldin o'zim kelib ushlab berib bittasi mana. Mana tarsillab yotibdi. Soniga nechta? Soni 35 ta aka. 35 ta. 35 ta. Xo'p, yoshlarga keladigan bo'lsa bularda, yoshlarni necha? Yoshlarini aka qanaqa? Men to'g'risi bitta ikkitasini ko'rdim aka. Tishi egasi bitta ikkitadan bola olingan qo'ylar ekan aka. Sizlar 100% ko'rganim hammasini aka. Kecha keldi, shuni junlarni oldirdim, syomka qilyapmiz aka mana. Bir kun sinal deb ishlari. Bitta ikkitasini tishini ochib, hali taniqliqlarni ko'rsatingchi, shuni olani, mana qoralarni hammasi bir. Qo'ylarni qarang aka, mana shuni ko'rsataymi? Shuni ochingchi, shuni. Mashina aka, misol uchun mana aka, mana 6 tish ekan aka. Tishlari qilich bo'laveradi. Bu qo'ylar aka yana bittasidan hisob qilib qo'yishadi aka, xonadonda uyda boqilgan oxirdan yegan qo'ylar bas aka, yerdan yulib yegan qo'ylar aka. Ha, yaylovda yurgan qo'ylar. Yaylovda yurgan qo'ylar. Aka, men buni zoti bunaqa, liniyasi bunaqa sotmayman, faqat go'shtga boq sotishsan, go'shtga boqiladigan qo'ylar. To'g'risida. Ha, go'sht. Xolasi bola ham olishaversin, bolani ham zo'r beradi. Yana bitta ikkita bolasi ham bo'laveradi. Bemalol aka, bitta 2-3 ta bolasi ham bo'laveradi. Yeb ichishlari, yo'tal kuchkurlari yo'q, ichida tishi yo'q aka qo'yda. Ha, tishi yo'q. Kampir yo'q ichida. Xudo xolasa aka, 2-3 ta tuqqan qo'ylar aka. O'zi qo'ylar bilinib turibdi. Mana aptadan ham misol uchun mana hali mana bittadan bitta o'tqizyapti. Ko'rinib turibdi. Endi ahli etgan odam, qo'y boqqan odam buni biladi. Endi bitta hamdasini mesal bo'yini o'lchamni onlayn savdoda to'g'risi hali qanaqa ekan razmeri? Bu aka bir qari jundi ichida bas endi. Buni hisob qilib qo'ysan. To'xtatib sivosini olsidir. Mana aka. 80 dan necha bada turadi? 80 ga olishaversan aka. Undan kattalari ham bor, mana qo'ylar aka. Mana aka. Ko'ryapsiz? 85lari ham bor. Qo'ylar aka bir qari jundi ichida bas aka. Ha, to'g'ri. Qo'ylar holati mana ko'rinib turibdi aka mana. Ashi yomon baquvvat qo'yadi. Qo'ydam aka. Mana. Ular 80-85 ekan hisob. Mana tishi aka. Aka, mashq qo'y aka. Mashq qo'y. 2-3 ta tuqqan bo'lsa ham aka, birinchi tug'ish bilan bir xil bo'lib ketgan tishi. Gapni ochig'ida hammasi bir xil yerdan yulib yegan sababiga 4 yashar qo'y ham 6 yasharga o'xshab ketganda aka. Asosiysi qo'ylar sog'lom, bersin yeyman, ursin o'laman turgan qo'ylar ekan xullas. E'tiboshlari zo'r, hali ja ortiqcha suvayni olsangiz misol uchun qo'qasizda, u kasalmikan yo bir ichida bir jigar-pigari ketib qolganmi deb o'ylaysiz. Bular endi o'rta miyona qo'ylar ekan, hali shirali olib misol yemlasangiz 2 oy, 3 oyga bormasdan tayyor bo'ladigan qo'ylar. Endi qo'zilarda ham misol uchun 2,5 million, 3 million sotilyapti. Bular narxi necha bilan? Eng asosiysi narxi aka yengil, optimiga aka. Bo'ladigan qilib aytavering. Ha, 35 tani bir joyga olaman degan. 3 million 200 ming so'mdan aka, 3,5 motor bo'lsa, 3 million 200 ming so'mdan bir joyga olishsa aka. 3 million 200 ming so'mdan bir joyga olishsa, chipcha xayri bormi? Yo'q, endi aka o'zi chiroyli narx aytdi aka. 3 million hammasini bozorda sotsam mana shu qo'ydagi, misol uchun xaridori kelib qolsa, bozorga kelib oldin 4 million sotib olaman-da aka. Bu bozorda aka. 3 million pastga ham sotishim mumkin. To'g'ri. O'shaning uchun aka olganimga, kelganiga qarab baho aytyapman, to'g'risida aka, optimligi uchun. 3 million 200 dan oz-moz Novoda telefon qilib qolasiz. Bo'ldi. Endi oz-moz emas, mana 50 emas, 100 mingni o'tib beraman aka. 3 million 200 dan 3,5 million so'm optimiga kami bor mana. 3,5 million kam pul berishadi. Ha, 3 million 100 dan. 3 million 100 dan. Bo'ldi. Xo'p, endi qarang. 10 dona ichidan anu deb o'zi tanlab olsa, nech pulmi? Kelishamiz, uni telefon qilsan aka. Kelishamiz. Qo'yavering shuni. Yo'q, balki aka men katasini olishar aka.
balki bunaqa kichkinasi ularga yoqar aka. Ha. To'g'risida, u yoqishiga qarab turadi aka. Xo'p, o'zingiz 10 ta chiqarib Aka, bersangiz-chi. 1-200 ming baga bo'ladi, yoki katta raznica qilmaydi. Xo'p, 3 million 300 dan tanlab 3 million 300 dan tanlab olishingiz, 10 ta olsa. 3 Ana optimni narxidagi 3 million 200 dan tanlab olishsan. Nima? Optimni narxida 3 million 200 dan. 10 tanimi? 10 ta olsa 3 million 200 dan tanlab olishaversan. Bor ekansiz. Aka, bunaqasi nima bo'lmaydi. bilmoqchi edim-da. Optim narxida 10 ta olsa 3 million 200 dan tanlab olishaversan. Obunachilar 10 dona anu deb chiqarib olaverasizlar bemalol. Endi yana bitta narsada 10 dona o'zingiz chiqarib bersangiz kichikroqlarni, ha, misol. 3 milliondan beraman aka. 3 milliondan o'rib 3 milliondan beraman. 10 tasini chiqarib berasiz. Mana qadrli obunachilar, xo'p, 10 ta zo'rini olaman deganga 3 million 300 dan chiqarib turib 3 million 200 dan. 3 million 200 dan optim narxida. 10 ta pachaqrog'idan chiqarsalar, pachag'i ham o'zi qaysi ekan deysiz endi. Xo'p, 3 milliondan bundirog'ini chiqarib bersalar, o'rtada 15 ta qolar ekan. O'sha o'rtada 15 tani olaman deganga kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Endi hammasini olgan odamga mana 3 million 100 dan omon zo'n narx bo'ldi. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqib, biz kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib, bittadan laykni bosib, podдержкада bo'lib tursalar, xudo xolasa mana qo'ylarni arzon joylaridan topib sizlarga ko'rsatib boramiz. Bittadan layk, obuna sizlardan bo'ldi. Shu bilan videomiz tugadi. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstil oldida bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kunlaringiz xayrli va barakotli bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.